Ya uşuluyu qanchaga ketdi keyin akalar? Qaysi? Oldingizlarmi? Sotildi bu. Oldingizmi? Yo'q, oldi. 124 ga. Qancha oldimi? 24 ga. 24 ga. O'shonda janoblar qo'g'on turadi tuqqanlar. Bu qo'g'on qancha oldi tava? Qancha bo'la ayt. 500 qancha? Qoninglar. Qoniga aytsan. 150 so'mdan tanlash. Tanda 150 so'mdan. 124 mingga ketdi. Bu ertemenen 119 ga ketganda. Boya bir 19 ga ketdi. Keyin 21 ga ketdi. Keyin 24 ga ketdi. 24 ga ketdi. 4 pol ketgan bo'ladimi? O diyqanni esepte verseniz oradan beri 4 qil bo'ldi. Qancha oldi bu? Elchiga oldingizmi? Ya sotamiz aka. Ha, sotasizmi? Sotamiz. Ota chaskin. Başlayıcı Nesbi oldu? 24 ga oldi. 24 ga oldi. 124. Elimizde ey. Elimizde. Ona şu men işim neyse ota. Şuman. Sotasizlarmi yo ketasizlar? Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Bugun Jang'in ovqati mol bozori. Biz odatdagidek bozorni tartibga keldik. Birinchilardan bo'lib sog'in uylardan tartayli. Aldamasam, mana shu oldimizda turgan uydan boshlayli, ha. Buna torpog'i ushul. Ha, torpoq. Assalomu alaykum. Buna bog'latgan yerdan boshlayanda. 115 ming. 115 ming. Sırozla? Torpa erkekmi? 180 ming kam var. Qancha? 180 ming kam. 180 ming so'm kam ekan. Oo, uyni ko'raylik qana. Ya buna salalaring qarangizlar. Jo'sh bu. Hepsim jo'sh. Ya Umar satmadın mı? Yok satmaydı. Uy, chinında sındı uy ekan. Sütni qancha beradi sütni? Umar qancha qajat? Ha. Sütü sağsa beradi da. Qancha? Hem hozir aytolmayman, hozir yaqinda oldi qo'yganlar. Ya salalarda o'ta cho'ng buni qarangizlar. Ushul shu yerda qarmang, bozoringizda hali. Shu yerda. O yoqda ham ko'rgiladi. Surangan amına keldi. Klient Qordar qoshida turadi, ha? Qordar shu yerda. Ha. Ko'rsa ham bo'laveradi. Ulog'i bormi yo'qmi? Yo, yembek. Bolasi erkek ekan, ha? Bolasi erkek. Sen qancha verdin? 115. 115 ming berdim nega? Sразу. 115 ming. Ne yeli aytdi. Endi ham gapni qolsin. Umar qancha deding o'zi? Qancha dedi? 180 ming kam bordi ota. 180 ming kam bordi. Mola ekan. Kim mola ekan? Ya ushul uydun bağısına güve olayla tuğanlara çoğa. 115 verdingiz mi? Qancha deyapti? Yo'q, 20 berib o'ta, 20 berdim. 15 ekan. 15 mi? 180 ming kam bordi ota. So'rayveramiz aka. 180. No, qanchani turpoq ekan? Buni ham bilmem. Buni Murat biletda egasi. Murat. Hey, yegash yaxshilatma, yegash. Qancha qilyapti? Ya ber, ya o beralma. Ya berasiz, ber. 20 bersin. 20 ga berasizmi? Qarab qaraqana, o'zga ham bu. Ha, seniki ekan, bo'lsa. Meniki. Hozir meniki. Pul berib jo'k. Ha, seniki ekan. 20 ga ham bo'y. 20dan start qilishini boshladi. 30 ga ham bo'y, 30 ga. Ha, unday demaychi. Yo'q, qiziga ketib ketdi. Sekin aparsak, to'shadi. Ana berasiz. Sütü. Yo'q, bunday savdogar ko'rganman. Men ham shu bozorda yurib, sразу 30 berdi. Sütün so'zdan chiqadi aka. Yo'q, buna salalarda o'ta Nima bilmayman. gelish kerak ekan bular qarangizlar. Sırayıp turadi. Qurbon ishlaymiz qo'ymaydi-ku. Mayl, lemzay. Mana lemzay. Ana. Ha, mesela. Salalarda o'ta kelishgan mumkin. Mana aka. Torpoq erkakmi ekan? Torpoq erkak, ey. Sholchi.
Juda jo'sh. Joydan tortib. Joydan tortib. Ikkinchisi. Nima edi? Sog' qo'ying uyda. Jo'shlig'idan bir ko'rib qo'yinglar, sutini qo'ying. Qana? Shovuldan Qana mana ko'relchi. Mana shovuldan chiqar. Oy qurbon bo'ldi. 4 temcha yetin. 4 temcha yetin shovulda. Ordiq ishlaydigan ha. Mana sut degan shudan, Bo'ldi. Ya odan amma bu qoni oramizda. Ya bunday qilaylik ha. Qanday ekan dedi. Bozor ziyotsin boy berdi ha. Ha? Qiziqqanlar uchun telefon berib qo'y. 1000 so'm deb ko'rdingiz. Qo'y ber. 1000 so'm endi ko'rdim-da. 1000 so'm men ko'rgan jo'qim. Ber buni. Ya foydalandi ota. Ya foyda qilsin dedi. Menga ko'ra foyda qilsin. Yetelet. 19.000. Mana. Bular aka. Bular sog'ni. Doktor ey Umar aka. Bayla qo'ychi. Umar aka. Ber. 20 ga rost bu. Neriga yozmas? 20 ga rost bu. Qo'y beradi. Mol meniki-da, aytganimda sotishim kerak. 180 ming bermaydi masla. 119 ming berdim aka to'g'ri. Eren 5 saniye yaklı ötü böyle. 5 saniye koş 5 saniye düşürüyor. Hele bozdurayasın oğul. Pul değil mi gördün mü? Sende pul zavut var o. Zavut var. Veremez. 119 berib o'tadi. 20 berdi bu to'y aytib o'tdi. Umar aka 1000 so'm qo'yib bering aka. Shuncha yil ko'p qoldi. 1000 so'm o'tdi. Tirishpang ey. Oğlum çasılagan. Umar ber. Mi gör hep. Yosh foydasini sotasın. Ey ikkoving tanish odam bo'lsam, 1000 so'm ikkovingdan berdim. O'tib ketdi. 1000 so'm qo'yib ber qo'ng aka shuncha yildan. Bersang bari ber deb o'tadi. Berib qo'yib berib shu. Bu ham endi quvvat yetilib ber. Allah başlagan. Umar aka 1000 deb qo'yib bering ey. Yüreğimize kursanız mı? Rahat mı? Bor baraka. Bor ana. Ana bo'ldi ekan. 119 ming. Noshul uydum. Sodasından göğüle çıkana. Qanchaga so'radingiz? 61 mingga. To'p erkak ekan ha? Va tartib o'tam, opshina tartib o'tam. Bundan sütü yaxshi ekan. Sütü yaxshi ekan. To'g'ri topdik. Sizimiz sog'lom. Hozir boshlaymiz inshaalloh. Ikkita kattasini olib kelgan. Siz qo'yaverasizmi, ikkinchi qo'llaringiz kiradi. Hali murtoda yurib, kichkina o'g'lim yani. Har qo'llar. Ya qancha talashasizlar? Ha? Qancha talashasizlar? Qanchaga berindi deydi ya. 70 ming. 70 so'm. Unda o'ta uzoq o'xshaydi ha. 61 mingga. 61 ga ber, so'rata? 61. Noshul uyda qo'shaylar. Lo, qanchasi turib ekan? 4-chi. Sog'ib ichishga joy yaxshi-da, qaymoqli molda, qaymoqli. Mana, molni ko'ringchi mana. Mana. Bo'ldi. Ko'p sovun ey hozir. Yemchaga topilib ketmas. Sut. Olgisi kelsa oling. Yomush ekan, yomush. Qancha dedin bu yoq? Qarayolmasang pariyol deydi-yu. Molda mana ko'ringlar. Suyulgan gaplarni tasdiq. Halol pok sog'ib ichasiz. Sizga 10 litr, 20 litr emas, 6-7 litr suti bor. Mana 4 kunlik to'rt pok. Qancha dedingiz deyin? Ya pulni aytingchi. 70 ming kam bor. 70 ming. Yaxshi. Mana bu odam xirillab turib 57 beraman dedi. Men uni aytiraman. Buni biroz to'pol cho'ngroq ekan. Ichini berasiz. Buning bahosi qancha ekan? Jo'q, matala. 70 ming kam. Iloji kelsa-da. Qaytaqqa bormadimmi? Ular uydun bahosi qancha ekan sizga? Qancha ekan bahosi? 70 ming kam bor. To'qol uydun bahosini bilaylik hozir. Buning bahosi qancha ekan? Qancha dedingiz? 90 ming. 90 ming. Universal bozori.
Mına şıl жерде uydun басы кызып. Бозу yok şey ha. Боз екен. Қанша беріп айтады? Көрелісі қана. Yerek gel gel. Қаншаға беріп айтады? Қаншаға беріп айтасыз? Sansız bakışı. Gel. Gayet kalmalayı bakın. Gel. Қаншаға беріп айтады? Өте жақсы. Өте жақсы бау ер. Боз ой екен. 78.000 son. Melekende var ya. Қаншаға тұрып болды? Болды ма? Қаншаға бітті о? 78. 78. Siz aldınız mı özü? Aldım ha. Aldınız ha? Ona boldan pul verdim. Жақсы ой екен. Бұлын базардағы кейін білесіз, кейін шығарышта. Зардасы жақсы нәрсе ұқсайды. Бауыл отқан жерлерден көрсетелікші. Қайсы бауыл тат? Мұна боз ба? Қанша бердіңіз? Екеуіні 100.000 пұл бердіңіз. Бозы. 100.000. Pazar nasıl gelmiş yok. Beri arıyor. Ушул ойду мынакай бир жетелеңчи. Бир көрөлү, жакшы ой экен. Сындуу ой экен. Корпоо ургач экен. Боз экен, а? Боз. Канча дедиңиз эми ойду? 130.000 экен бу. Kança oldu aşağı? Бул 78.000 болду мына. 78.000. Ама уйдун сындоосу мына ушул ой экен, туугандар. Көрдүңүздөр, мүйүзү дагы келишкен. Жаш ой экен, а? Качан тууган буга чейин? İkinci balası canlı. Жанда экинчи торпого. Канчага сурады экен базар? Канчага сурады? Surava tat erken algan. Акытысын айта берем, кызык болот. 115'te oldu. 115ке бербей койдуңуз. Жакшы экен, 130.000 экен. Siz aldınız ama ana? Aldık payı. Biz baytasın. Çok iyi. Sattıran giyineyim nesi kaldı? Öz oylanıp görmez aksakal adamın nesine. Her taraf oldu bu. Bala bir sabra. Kayсы уй болду, мына эне бала бар. Канчага чыкты? 54 bu. 54.000 ге келди. Базар жакшы. Базар бир аз кыймылдап калган. Boş kişi çeşet pazarlarda bağlardı. Novam bozu ekan ha. Жақын bozu ekan nolar. Qancha so'rab? Jaspa gel. Qanchaga chiqdi uy? Bosi. 60. 57.000 ga chiqdi. 57.000 ga. Özü bergene gel. Sizga qandaychi? Qanday foyda ko'rtasiz? 10 minutda. 20 ni ko'rtasiz, ha? Uyda qancha qaldingiz? Narağından koyup veriyorum. Şu narağını koyup veriyorum.
Mına Qashqardagi жақсы үй екен. Сұрайды шуны. Akam, Mına Qashqa boğazı tuğan? Qancha dediniz? 100 ming kem var ha. Qanchaga so'radi? Ana. So'raylik ha. Ular bog'i nima degan? Qaysi uy satılıb ketdi? Ha. Qo'rqarsiz. Endi qarasang, odamlar 20 ming 30 ming orqasidan sotib oldi. Buna bağolda da hazır. Şunun bağısını bileylik. Qanchaga berib aytadi aka? 48 mingga. Bugungi chiqarilish shu bilan so'ngina chiqdi tuğanlar. Mol bozordagi bo'lgan bağlarni da ko'rib oldingizlar. Bugungi keyingi chiqarishda bodo mollarni, erkek torpoqlarni o'zicha yaxshi qilib tartib beradi. Ushlaydi birinchi. Qancha berib aytadi? 52 mingga. 52 mingga. Gördüңүздөр. Şu men jentler öz.